Naqshini biz aytmasak kim aytadi? Sening ko'ngling kimga boqdi jon, mening ko'nglim sana boqdi. Sening ko'ngling kimga boqdi jon, mening ko'nglim sana boqdi. Bilim qo'yg'in sana men aşıklığımni, sensiz hergiz jürelmesmen. Bilim qo'yg'in sana men aşıklığımni, sensiz hergiz jürelmesmen. Bilip qo'yg'in, bilip yetkin sana aşık yüreğimni. Bilip qo'yg'in, bilip yetkin sana aşık yüreğimni. Aşıklıklı o'ti yomon ekan jon, azobini ko'rganmi sen? Qo'sha. Muhabbatli o'ti yomon ekan jon, azobini ko'rganmi sen? Yo'liqmaymi? Hey. Ötmeydi hiç kandak aşık muhabbetli şu derdiye yolukmayım. Ben hazır çıkanıda. Ötmeydi hiç kandak aşık muhabbetli şu derdiye muhabbetli şu derdiye. Fresh yaptım ha. Muhabbetli azabına, muhabbetli şu derdige, muhabbetli azabına, muhabbetli şu derdige. Nем bo'ldi adash? Menga bir aql ko'rsatmasang bo'lmadi. Ha, degina. Nurbiya hamma ishdan xabar tepibdi. Nima? Eliyatga xomsi deb qo'ygan gap. U menga sen bilan tushgan suratlarni qetib, Faridaning sendan darhol ayrilib ketish to'g'riliq xat yozib, pochtadan selivatdim deydi emasmi? Asta chata xopdi. Faridaning qo'liga bu xat tegsa, mendan ayrilib ketadi. Pilollarim ko'pikka aylanadi. Hey adash, deymizmi? Bir haqiqatan maqsadingga yetib olgan bo'lsang, ayrilib ketgan bo'lsa-mu, xiyolingga kelmaydi. Endi qo'lining uchini tutishni nasib bo'lmay, ayrilib ketadigan bo'lding-da adash. To'xta. Undoq bo'lmaydi. Men qattiq qarorga keldim. Bugun bu yerda maqsadimga yetaman. Adash, sal oldirab qolding. Bunday qilsa qilmashmasmikin? Chatan chiqmaydi. Savlarni